Assalomu alaykum, hurmatli Bekobod tumanimiz va Bekobod shahrimiz aholisi, bizni tinglab borayotgan obunachilarimiz. Men doktor Tohirman, doktor To'xa klinika rahbari. Shu yil 2026-yil iyul oyidan boshlab shu klinikamizda bir tumanimiz uchun manfaati tegadigan qiziqarli bir shou tashkil qildik. Bu shoumuzni nomini doktor To'xa shousi deb ham atasak bo'ladi. Bugungi mana shu shoumizning birinchi ishtirokchisi Bekobod tumanimizda istiqomat qilib kelayotgan Akramov Anvarjon bo'ladilar. Yana bir tanishtirib o'taman. Bu bizning shoumizning eng asosiy ssenariysi qanday? Ssenarisida shu tumanimizdagi eng bo'yi baland, gavdasi katta, vazni og'ir yigit qizlarimizni shouga taklif qilib, ular bilan suhbat o'tkazamiz. Bundan tashqari sportchilarimiz Bekobod tumanimizda tug'ilib, dunyo arenalariga, Yevropa, Osiyo chempionatlariga chiqib, chempion bo'lgan sportchilarimizni ham taklif qilamiz. Yana yoshi katta, lekin gavdasi, vazni kichkina bo'lgan kichik jussali aka-ukalarimizni ham qiziqarli bo'lish uchun mana shu shoumizga sekin astalik bilan taklif qilib boramiz. Yana bir taklif qiladigan sohadagi bular bizni oramizda yurgan, biz bilan birga yashab yurgan shunday bemorlarimiz bor. Bu bemorlarimizni antiqa insonlar desa bo'ladi. Shunday antiqa insonlarni ham mana shu ko'rsatuvimizga, shoumizga taklif qilamiz. Bugungi bizning birinchi mehmonimiz, birinchi ishtirokchimiz shu tumanimizda yashab istiqomat qilib kelayotgan eng gavdali, eng vazni og'ir do'stimiz, ukaxonimiz Akramov Anvarjonni studiyamizga taklif qilamiz. Keling. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Keling Anvarjon, yaxshimisiz? Sog' salomat, yaxshi keldingizmi? Sog'ligingiz yaxshimi? Xizmatlar bilan. Rahmat, o'zingiz yaxshimisiz? Rahmat, Allohga shukr. Mana biz bugun yaxshi niyat bilan bir yaxshi ko'rsatuv boshladik. Birinchi bizni shu ko'rsatuvimizni, shoumuzni ishtirokchisi siz bo'ldingiz. Sizni biz ma'qul deb topdik. Endi xudo xolasa savollarimiz bor. Ofisga kirib o'tirib, Xudo xolasa. savollar bilan siz bilan bahurja gaplashamiz. Qani, marhamat. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Anvarjon, yaxshimisiz? Sog'ligingiz Rahmat, yaxshimi? rahmat. Sog' salomat keldingizmi? Allohga shukr, Sizlar bilan charchamayapsizmi? Yuribsiz. Mana bugun ikkalamiz xudo xolasa yaxshi niyat bilan shu ochilgan, boshlagan doktor To'xa shoumuzni boshlaymiz. Siz bizni birinchi ishtirokchimiz bo'lasiz. Sizga ham omad tilaymiz. Xush kelibsiz yana bir bor. Rahmat. Mana shu ko'rsatuvimizdan maqsad Bekobod tumanimizda, Bekobod shaharimizda istiqomat qilayotgan sizga o'xshab eng katta gavdalik, bo'yi baland, vazni og'ir insonlarimizni, polvon insonlarimizni tumanimizga, xalqimizga tanishtirish. Shu bilan birga siz qatori yana bo'yi novcha 2 metr, 2 metrdan baland bo'lgan yigit qizlarimizni, aka-ukalarimizni taklif qilamiz. Sportchilarimizni taklif qilamiz. Iste'dodi bor, talanti bor yosh qizlarimiz, o'g'illarimizni taklif qilamiz, xudo xolasa. Va bizni mana meditsinada, tibbiyotda oramizda yashab yurgan insonlar bor. Shunday insonlar, ular antiqa insonlar deyiladi. Mana shunday antiqa insonlarni ham studiyamizga taklif qilamiz. Keyingi ko'rsatuvlarimizda sekin-sekin tanishib boraveramiz. Omad aka. Rahmat. Endi Anvarjon, sizga mana yonimda shablon qilib tayyorlab qo'ydim. 22 ta savollarni beraman. Qiziqarli savollar bo'ladi. O'zingiz kutgan savollar bo'ladi. O'zingiz kutmagan savollar bo'ladi. Mana shu savollarga qisqa lo'nda qilib javob bersangiz, Biz tayyor aka. rahmat. Xudo xolasa men ko'zoynagimni taqib olaman va sizga savol berishni boshlayman. Birinchi savolim,
Hamma ko'rib turibdi. Vazningiz, bo'yingiz baland. Bo'yingizni balandligi necha santimetr? Tohir aka aytdimu, bir voenkomatga borganimda o'lchaganimizda 1.98. Keyin bir o'lchaganimizda bir 2.4, 2.5 ta shunaqa. Значит, demak, hozirgi paytda bo'yingizni balandligi 2 metr 2 santimetr yoki 2 metr 4 santimetr. Shunaqa. Yaxshi, buni hali vaznni o'lchaymiz, bo'yingiz balandligini o'lchab, aniqlik kiritamiz. Bo'ldi, biz tayyor aka. Rahmat. Ikkinchi savolim. Anvarjon, og'irligingiz necha kilogramm? 1.92 kilo. Kecha o'lchadim. 192 kilogramm. 192. Demak, hozirgi vaqtda og'irligingiz 192 kilogramm. Mana hurmatli bizni tomosha qilib turgan tumanimiz, xalqimiz, aholimiz, agar Anvarjonni bo'yni balandligi 2 metr 2 santimetr, vazni og'irligi 192 kilogrammni tashkil qilyapti. Tohir aka, bu savolingizga nima deb men sir birovga aytmasdim-da. Mana endi sizga aytyapman. Rahmat, sog' bo'ling, sog' bo'ling. Bu ko'rsatuvimizni Xudo xolasa xalqimiz, Bekobod tumani, Bekobod shahri aholisi hammamiz juda ham miriqib tomosha qilamiz, Xudo xolasa. Keyingi ko'rsatuvlarimizda o'zingiz yana boshqosh bo'lasiz. Xudo xolasa. Keyingi 3-savolim. Tug'ilgan joyingiz, Anvarjon? Oldin Dalvarjon 3-bo'limi derdi. Hozirgi kunda Oltinvodiy mahallasi. Iftixor 16-uyda yashayman. Demak, Bekobod tumani, Bekobod tumani, hozirgi Oltinvodiy mahalla fuqarolar yig'inida shu hududda tug'ilgansiz. Ma'lum. Rahmat. Keyingi savolimizga o'tamiz. 4-savolimiz. Oilada nechinchi farzandsiz? 4-farzand. 4-farzand. Mendan katta 3 ta bor, mendan kichkina 3 ta bor. 7 ta farzandsizlar. 7 ta farzand. 7 ta farzand. Qizlardan, singillardan nechta? Mendan keyin bitta singlim bor. 6 o'g'il, 1 qizimiz. 6 o'g'il, 1 qiz. Mana Anvarjon oilada 4-farzand ekan, umumiy aka-ukalar bo'lib, bular 7 farzand, ya'ni 6 o'g'il, 1 singillari bor ekan. Ajoyib. Savolimiz yaxshi. Endi keyingi 5-savolga o'taman. Tug'ilganingizda necha kilogramm bo'lgansiz? Onangizdan so'raganmisiz? Necha kilogramm tug'ilganingizda? Buni ko'p ko'chada ham ko'p nima savol beradi. Aytdim, sizga aytyapman deyapman. Rahmat, sog' bo'ling. 3 kilo 600. Yaxshi. Значит, 1973-yil tug'ilgan. 1973-yil 12-iyul kuni. 3 kilo 600 tug'ilgansiz. Sog' bo'ling, malades. Keyingi savolga o'tamiz. 6-savol. Anvarjon, maktabda o'qigan paytingiz, 1-sinfligingizda, 5-sinfligingizda, 11-sinflik paytingizda jismoniy tarbiya darslari bo'ladi. O'sha jismoniy tarbiya darslarida qator navbatda turganda nechinchi o'rinda turgansiz? 1-o'rinda. 1-o'rinda. Har doim 1-sinfda ham, 5-sinfda ham, 11-sinfda ham. Yaxshi. Endi o'sha 11-sinfdagi bo'yingizni balandligi bilan vazningiz necha kilogramm bo'lgan? Esla olasizmi? Unda endi aytyapman, boyagi voenkomatimizda, o'zimizda. Voenkomatda o'lchaganimizda 60 kilo chiqqanman. Bo'yim 1.98 chiqqan o'shanda. Ana. 91-yil bu. 91-yil 18 yosh bo'lgansiz. 18 yosh bola. 73-yil tug'ilgan bo'lsangiz, Anvarjon 18 yoshida bo'yini balandligi 1 metr 98 santimetr bo'lgan, vazni esa 60 kilogramm bo'lgan. Hozirga solishtirganda, qancha farq bo'lyapti? 120, 130 kilo. 130 kilogramm, 132 kilogrammga farq bo'lyapti. Mayli, bu ham juda yaxshi. Keyingi savolimiz. Ota-onangiz bo'ylari baland bo'lganmi sizga o'xshab? Ota-onangizni bo'ylari. Cholatam Rahmonning bo'yi, enam Rahmonlar gavdali bo'lganda shunaqa. Значит, bular dadangizni dadalari bilan dadangizni onalari. Dadam Rahmonli ham gavdali bo'lgan, endi sizdan sal kichikroq bo'lganda. Значит,
bobolaringiz, buvalaringiz ham baland Ha, bo'yli, gavdali. gavdali insonlar bo'lgan. Yaxshi. Keyingi savolga o'tamiz. 8-savolimiz. Endi oilada aka-ukalaringiz, o'sha bitta singlingiz, aka-ukalar, ularni bo'ylari qanaqa? Ular ham baland bo'ylimi? Ha, baland bo'yli endi. Biri 70 dan past emas baribir. Ha, значит, Biri 80. 180, 170 mana shu oralig'da. Oralig'da. Lekin sizdaqa Yo'q. gavdali katta aka yoki ukalardan yo'q. Siz faqat bitta. Yaxshi, sog' bo'ling. Yana keyingi savolimizga o'tamiz. Qiziqarli savollarimizdan. Eng yaxshi ko'rib yeydigan ovqatingiz qaysi? O'zimiz milliy taom oshda. Osh. Mana shashlik bor, manti bor, xonim bor, kimlardir baliq yaxshi ko'radi, baliqli ovqatlar bor. Manti, xonim, shashlik, qozon kabob, dimlama deydi. Osh. Eng yaxshi ko'rganingiz qaysi? Osh. Osh, palov. Palov. Yaxshi.